ikki xil sabr bor. Birinchisi chidash, ikkinchisi tushunib turib sabr qilish. Chidashda siz ichingizda negativ emotsiyalar bilan, nafrat bilan o'sha vaziyatni qachon tugar ekan deb kutasiz va og'riq his qilasiz. Aynan shu chidayotgan vaziyatingizda yashayotganda og'riq his qilasiz. Ikkinchisida bo'lsa, sabrda qanoatam deyiladi buni. Bu sabrda siz tushunasiz, aynan shu vaziyat abadiy emas, shu vaziyat o'tadi, vaziyatni hal qilish uchun harakat qilaverasiz. Vaziyat o'zgarmasa, harakat qilyapman-ku, harakatimga yarasha bo'ladi deb sabr qilasiz. Ya'ni negativga kirmaysiz. Harakat qilyapman, demak baribir natija bo'ladi. Ko'ngil xotirjamlikda bo'lgan sabr u haqiqiy sabr. Chidaganimizda biz o'zimizdan juda katta kuch yo'qotamiz. Chidagan ayollar qarib qoladi. Sabr qilganda esa biza yuksalishga harakat qilamiz, o'sha muammoni yechishga harakat qilamiz. Noshukrlik bilan emas, ya'ni yechim bor degan ma'noda qarab shuni yechishga harakat qilishimiz natijasida bizda shijoat, jasorat paydo bo'ladi. Hayotingizda yaxshiliklar ko'payishiga yordam beradi. Shuning uchun sabr degan narsani chidash bilan adashtirib qo'ymaylik.